O'zbekiston mahallalar uyushmasi tomonidan mahalla yettiligi a'zolari uchun o'quv-amaliy seminar tashkil etildi. Hozir shu haqda. 2 kun davom etgan tadbirda mahalla yettiligi a'zolari o'z vazifalarini lozim darajada amalga oshirish uchun uslubiy ko'maklashish, mahallalarda aholi muammolarini hal qilish yuzasidan hamkorlikni ta'minlash masalalari muhokama qilindi. Dasturga muvofiq ishtirokchilarga farmon mazmun mohiyati hamda mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektorining vazifalari hamda o'zaro hamkorligi bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi. Yangi farmon bo'yicha mahalla yettiligini har bir a'zolari qaytadan vazifalar belgilab olindi. Xususan hokim yordamchilari bundan keyin mahalladagi iqtisodiy jarayonlarni boshqarish, bevosita aholi daromadini oshirish bo'yicha bosh menejer vazifasi belgilandi. Hokim yordamchilari aholi bandligini ta'minlash, xorijdan qaytgan fuqarolarni integratsiya jarayonlarini bilan shug'ullanish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, mahalladagi bo'sh yerlardan unumli foydalangan holda bir kontor bir mahsulot tamoyili asosida aholiga jalb etish vazifalari belgilab olindi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, bunday seminarlar mahalla yettiligi a'zolarining bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash, ularning o'zaro hamkorligini kuchaytirish hamda mahallalarda samarali boshqaruv tizimini yo'lga qo'yishda muhim ahamiyat kasb etadi.